DNK masalamizni yana ham osonroq usuli, ya'ni matematikadan qiynaladiganlar uchun bu ikkinchi usul. Xo'p, ikkinchi usulimiz qanday ishlanadi? Ikkinchi usulda fikrlab ishlaymiz. Ya'ni adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin orasida 2 ta, guanin, sitozin orasida esa 3 ta vodorod bog'i bor. Xo'p, endi bizda aytibdiki, vodorod bog' hamda fosfodifir bog'lar yig'indisi 2698, ularning ayrimasi esa 302. Vodorod bog' bilan fosfodifir bog' ayrimasi 302 ekan. Endi vodorod bog', ya'ni umumiy formula chiqarishimiz mumkinki, nukleotidga guanin yig'indisi bu vodorod bog' degani. Fosfodifirchi nukleotid sonidan 2 ni ayirganimizga teng. Mana shu formula demak 302 ga chiqish kerak ekan. Ya'ni nukleotidga guaninni qo'shsam, hamda nukleotiddan 2 ni ayirib ikkalasini ayirmasi 302. Xo'p, tenglama agar mana shu holatda qavslarni ochib tenglamani ishlaydigan bo'lsam, nukleotid bilan nukleotid qisqarib ketadi. Bu degani guanin plus 2 qoladi. Chunki qavsning ichida -2 plus bo'lib chiqadi. Teng 302 ga. Guanin barobar 302 minus 2. Demak, guanin nechta? 300 ta. Mana guanin kelib chiqdi. Demak, guanin 300 ta bo'lsa, sitozin ham 300 ta. Endi ikkalasini yig'indisini berdi. Demak, nukleotid plus guanin bu vodorod bog' plus nukleotid minus 2 bu fosfodifir bog'. Ikkalasining yig'indisi 2698. Bizda guanin ma'lum, lekin nukleotidimiz noma'lum holatda turibdi. O'rniga qo'yamiz. Nukleotid noma'lum, demak nukleotid plus guaninim 300 ta chiqdi. Plus yana nukleotid minusdan 2 teng 2698 ga. Ikkita nukleotid bo'lyapti. 2 nukleotid plus 300 minus 2 teng 2698 ga. Xo'p, 300 dan minus 2 ni ayiradigan bo'lsam, demak nukleotid, ya'ni ikkita nukleotid plus 298 qoladi. Teng 2698 ga. Xo'p, endi ikkita nukleotid barobar 2698 dan 298 ni ayirayman. 298 chunki tenglikni bu tomoniga minus bo'lib o'tadi. Demak, ikkita nukleotid teng 2400 ga. Nukleotidlar soni teng 1200 ta. Jami nukleotidim chiqdi 1200 ta chiqdi. Endi vodorod bog'lar topish uchun formula keltirib chiqardikki, nukleotidlar soniga guaninni qo'shsak, har doim hamisha vodorod bog'lar kelib chiqadi. Xo'p, endi nukleotidlarimiz soni 1200 ta chiqdi. Unga guaninni qo'shib qo'yaman 300 tani. Teng 1500 ta vodorod bog'. Bu yanada osonroq usuli.